Ətrafımızdakı körən öz məbdullarga qandaq muamele qilishimiz kerak? Odatdagi kishilar o'zidan yordam talab qilinganda ko'pincha hollarda yordam qo'lini sunadi. Lekin yordamga muhtojlarga kichikkin yordam qilishga unmaydigan kishilarmi yo'q emas. Masalan, siz qo'shnilaringizni tamoqqa chaqirdingiz deb faraz qilaylik. Tamoqdan keyin qochquchilarni yig'ishtirishga to'g'ri kelganda, so'rindagi hammaylar chaqqonlik bilan o'z qochalarini o'zi yig'ishtirib, sizga yordamlashadi. Ammo so'rindagilardan biri xuddi boshqalarning uyida emas, balki restoranda o'tirayotgandek joyidan qimirlamasdan bu parcha-parcha ishlarni olli kimlarning, ya'ni sohibxon bo'lmish sizning qilib etishingizni kutib turadi. Halbuki bu faqat ana har sindromining o'rnaklaridan biri bo'lishi. Hatto siz bunday kishini uyingizdan chiqarib etganingiz kelishi mumkin. Ammo bunday qilsangiz, boshqa qo'shnilaringizni beyaram qilib qo'ysiz. Undaqda har qitim shunday ahvol ko'rilganda sukut qilishdan boshqa amalingiz yo'qmi? Serbiyadagi Novi Sad universitetidagi Bojana Deniç va uning xizmatdoshlarining 2022-yildagi yangi tadqiqotida ko'rsatilishicha, boshqalar cho'qim mening ehtiyojimni qondirish kerak deydigan bu xil xohishni o'z mabdullikning tarkibiy qismi deb qarashga bo'ldi ekan. Bu xil xohish imtiyoz tuyg'usi deb ataladigan bo'lib, bu xil xohishi kuchli kishilarning nazarida boshqalarning o'zining atrofida paypitak bo'lib, ish kuchlarini qilib berishi intayin normal ahvol ekan. Serbiyalik bu tadqiqotchilarga ko'ra, ilgirki tadqiqotlar imtiyoz tuyg'usi bilan o'z mabdullikning munosabati borligini isbotlashga uringan bo'lsa-mu, ammo o'z mabdullikni ko'p tarafdan o'lchashning zarurligini yetarli to'lib yetalmagan edi. Diniy qatorliq tadqiqotchilar o'z mabdullik to'rini, ya'ni o'z mabdullikning o'zaro bog'lanishlik xususiyatlarini kuzatish orqali o'z mabdullik xususiyatlarining markazini yoki uning yadroliq sifatlarini tepishga tirishgan. Bu yerdagi tajriba xarakterli savol shuki, imtiyoz tuyg'usi o'z mabdullik qurilmasining ashu ichki qismiga tabi'mi, emasmi? O'z mabdullikni ko'p xil o'lchamlar orqali o'lchash zarurligini to'lib yetgan Serbiya tadqiqot guruhi quramiga yetgan 32 yosh 423 nafar ishtirokchining o'z xarakteri to'g'risidagi sonliq ma'lumotlardan tarkib topgan tekshirish jadvalini to'plagan. Bu jadval o'z mabdullik xarakteriga oid 26 moddani, o'zini ziyoda muhim bilish tipidagi o'z mabdullikning darajasiga oid ustunlik va imtiyoz tuyg'usi degandek xususiyatlarni o'lchaydigan 35 moddani, mantiqsiz o'z mabdullik aloqador 52 moddani va reallikdan chetlagan o'z mabdullik sabab bo'lgan 5 omillik o'z mabdullik to'g'risidagi 60 moddani o'z ichiga oladi. O'z mabdullik to'g'ri qartilgan bu statistikalik sinoq tugun, ya'ni o'z mabdullikning tarmoq o'lchami va kirvak, ya'ni o'lchamlar orasidagi bog'lanish darajasidan iborat ikki tarkibni tahlil qilishni asos qilgan. Tadqiqot guruhidagilarning qo'lidagi bir qancha xil kuchli tahlil qurollari ularni muayyan hisoblash usuliga asosan o'z mabdullik to'g'ri barpo qilish imkoniyatiga ega qilgan. Agar imtiyoz tuyg'usi o'z mabdullikning yadroliq qatlamiga tabi bo'lsa, undaqda u mazkur to'rning markazidagi ma'lum joyda ko'rinadi. Darvaqa bayqashlar bu mo'ljarning to'g'riligini dalilladi. Abdurlarning xulosaligidek, imtiyoz tuyg'usi o'z mabdullikning ijtimoiy jihatdagi zaharlik tarbiya deb xarakterlangan. Texmi muhimi, imtiyoz tuyg'usini o'zini ziyoda muhim bilish tipidagi o'z mabdullikning ikki xil xususiyati bilan birga o'z mabdullikning yadroliq elementi deb qarashga bo'ldi. O'z mabdullikning bu xil zaharlik tarkibi nafratxo'rlikdan iborat xarakter xususiyati bilan eng zich bog'lanishlik bo'lib, bu imtiyoz tuyg'usi kuchli kishilarning nima uchun doim shuncha xapilgan yuradiganligini tushuntirib beralaydi. Ikkinchi muhim bayqash zaif o'z mabdullik bilan munosabatlik bo'lib, buni o'zini ziyoda muhim bilish tipidagi o'z mabdullikning ziddi deyishga bo'ldi. Imtiyoz tuyg'usi kuchli kishilar boshqalarning oldida o'zini bakli cho'ng tutadi. Ajaba, bu ularning o'zini kamsitish tuyg'usi bilan kurash qilganligining natijasimi? Ya'ni ular o'zini kamsitish tuyg'usini besish uchun cho'ngchilik qiladi. Abdurlarning bayqag'inidek imtiyoz tuyg'usi va uning chetishlik ekspluatatsiyachilik xususiyati ko'nalmaslikdan kelib chiqadigan o'zini ziyoda muhim bilish bilan o'z mabdullikning ojiz yuzini o'ziga mujassamlagan.
Boshqacha qilib aytganda, imtiyoz tuyg'usi o'z mabdullikning o'zini ziyoda muhim bilib olish tipidagi o'z mabdullik bilan o'zini kamsitadigan o'z mabdullikdan iborat har ikki turni izohlab bera oladi. İmtiyoz tuyg'usini yordamsuyarlikka aylantirish. Siz hozir so'riningizdagi hech kimga yordam bergani unmaydigan ashu kishining qilmishining keng doirlik o'z mabdullik xohishi bilan birdaklikka ega ekanligini ko'rib yetalaysiz. Ularda ana harilik xususiyati bor. Chunki ular haqiqatan o'zlarining barcha harlar xizmatini qilib, yanada paypitak bo'lib yuradigan ana har ekanligiga ishonadi. Undaqda siz ular bilan bo'lgan munosabatni nisbatan chidiqli bo'lg'idek holatga akilish uchun nimalarni qila olasiz? Oldi bilan atrofingizdagi o'z mabdullarning ish kuchlariga yordamlashga unamaydigan illatining ashu xil alohida ahvol bilan cheklanmaydiganligi. Ular bilan bo'lgan munosabatlaringizda ba'zi ziyonli ijtimoiy qilmishlarni ko'rmaganligingiz haqida o'ylanib ko'ring. Ular boshqalarning diqqatiga sazovor bo'lishdan huzur topamdi. Ularning har qanday ehtiyoji qondirilmaganda terikamdi. Boshqalarning shuncha ko'p qitim mehmondorchilik chaqirig'iga qaramasdan, ular biror qitim bo'lsa-mu o'z uyiga mehmon chaqirib boqmaganmi qandaq? Agar yuqorqi savollarning hammasining javobi shundoq bo'lsa, keskin qaror chiqarsangiz bo'ldi. Keyin yana o'xshash ish sababli terikib qolmaslik uchun kelarki qitimda bunday kishilarni so'riningizga taklif qilmasangiz bo'ladi. Lekin boshqa qo'shnilaringiz bu ishingizni toza to'g'ri topmasligi mumkin. Agar siz bu sababli xafalık qilishni xohlamasangiz, keyingi tanlash shuki, siz boshqalarga yordam qilishni xohlamaydigan bu eslzodi o'z mabdulni so'riningizga chaqirgan taqdirda, uningmi boshqalarga o'xshash ish kuchlariga yordamlash kerakligini bildirsangiz bo'ldi. Bunday kishilarning kuchli ekspluatatsiyachilik xarakteri ularni o'rinlashtirib, boshqalarni o'z xizmatiga silishga ko'ndirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin ularning ra'yiga biqishingizning hojati yo'q. Bunday kishining qo'liga o'ratlib etishga tegishli chiniqachilarni tutqizib qo'ying. Yoki kelar qitimliq so'rinning uning uyida o'tkazilishi kerakligini xushallik ilkida bildirib qo'ying va uning qanday inkos qaytarganligiga qarang. Siz uning o'ziga topshirilgan vazifani xushallik bilan qabul qilganligini hayronlik ilkida bayqashingiz mumkin. Balkim bu uningdagi o'z mabdullikning tarkibi bo'lgan rahbarlikka aloqador moslashishchan o'zini ziyoda muhim bilib olish xususiyatining ta'siri bo'lishi mumkin. Xulosalaganda, imtiyoz tuyg'usi kuchli kishilar odamni bezor qiladigan nachar ijtimoiy muhit shakllantirib qo'ydi.